Bugungi mavzumiz qon bosimini tushib ketishi, past qon bosimi haqida. Past qon bosimining holatlari ba'zi toifadagi insonlarda qon bosimi doimiy past bo'ladi va bu past qon bosimi ularga hech qanaqa shikoyatlar yoki sog'lig'i nuqtai nazardan bezovtaliklar chaqirmaydi. Boshqa bir holatda qon bosimi ba'zi bir kasalliklar va holatlar hisobiga tez-tez tushib turish holati kuzatiladi va bu holat insonda hayot sifatiga va sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Yana bir holatda qon bosimini tushib ketishi boshqa kasalliklarni o'tkir asorati sifatida bo'ladi. Bu inson hayoti uchun xavf tug'diradigan holat va shoshilinch tibbiy yordamni talab etadigan holat hisoblanadi. Bugun past qon bosimining har bir holati haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Izohlarda sizda ham qon bosimi tushish holatlari kuzatilganmi? Nima sababdan ko'ra tushgan? Qaysi yo'llar bilan bu holatni bartaraf etgansiz? Yozib qoldiring. Bu bizga va boshqa bemorlarga albatta qiziq bo'ladi. Demak, boshladik. Qon bosimini tushishi tibbiyotda arterial gipotenziya deb ataladi. Arterial gipotenziyada qon bosimini raqamlarda ifodalaydigan hozirgi kunda yakuniy bir ko'rsatkich mavjud emas. Chet el adabiyotlarida erkaklarda qon bosimini 110 ga 60 dan, ayollarda 100 ga 60 dan pastga tushishi, yana bir ko'p uchraydigan arterial gipotenziyani ko'rsatkichi sifatida qon bosimini 90 ga 60 mm/s dan past bo'lishi arterial gipotenziya deb ataladi. Yana bir ta'rif bo'yicha klinik nuqtai nazardan ahamiyatli muhim ta'rif. Qon bosimini insonni normal qon bosimidan 20% va undan ortiq pastga tushishi arterial gipotenziya deb ataladi. Bu ham klinik nuqtai nazardan muhim, chunki o'tkir qon yo'qotishlarda, suvsizlanganda, shok holatlarida ushbu ta'rif bo'yicha baholash muhim hisoblanadi. Demak, past qon bosimini ikkita katta guruhga ajratib olamiz. Birinchisi fiziologik arterial gipotenziya, ikkinchisi patologik arterial gipotenziya. Fiziologik arterial gipotenziyada qon bosimi demak insonlarda, ba'zi insonlarda doimiy past bo'ladi. Bu past qon bosimi uning sog'ligi nuqtai nazardan, hayot sifati nuqtai nazardan hech qanday shikoyatlar yoki hayotini og'irlashtirishlarga sabab bo'lmaydi. Bu qanday toifada bo'ladi? Birinchisi normaning bir shakli sifatida qaraladi. Nasliy xarakterga ega, ota-onasida qon bosimi past bo'lgan, bunda ham yoshligida, o'smirlik davrlarida qon bosimi past qon bosimida yurgan va yoshi kattalashganda ham biz ko'p ko'ramiz. 50-60 yoshdagi insonlar orasida ham 90 ga 60, 100 ga 60 mm/s bilan yuradigan insonlar mavjud. Keyingi holat sportchilarda, jismonan chiniqqan, intensiv, uzoq davom etadigan sport turlari bilan shug'ullanadigan insonlarda ham qon bosimi past bo'ladi. Masalan, bular velosportchilar, eshkak eshuvchilar, marafon, uzoq masofaga yuguruvchilar orasida mana shu past qon bosimi holatlari kuzatiladi. Keyingi yana bir holat bu balandliklarda, yuqori tog'li hududlarda yashaydigan insonlarda ham qon bosimi past bo'ladi. Agarda o'sha yuqori balandliklarda, tog'larda yoki sportchilarda qaysi sabablarga, mexanizmlarga ko'ra qon bosimi pastligi qiziq bo'lsa, izohlarda yozing. Telegram kanalimiz orqali batafsil ma'lumot beramiz. Yana bir toifada homiladorlarda ham doimiy qon bosimini tushib turish holatlari kuzatiladi. Qon bosimini tushishini ikkinchi holati bu patologik arterial gipotenziya. Bu qaysidir kasalliklar yoki holatlar hisobiga qon bosimini tushib ketishi nazarda tutiladi. Patologik arterial gipotenziyani 3 ta katta guruhga ajratishimiz mumkin. Birinchisi birlamchi arterial gipotenziya, ikkinchisi ikkilamchi arterial gipotenziya, uchinchisi idiopatik ortostatik gipotenziya. Demak, birinchisi bu birlamchi arterial gipotenziya. Bunda qon bosimini vaqti bilan yoki surunkali tushib turish holatlari kuzatiladi. Buni kelib chiqishini sababi organizmda yurak va qon tomirlarida ishini muvofiqlashtirib turadigan nerv markazlari, nerv sistemalari mavjud. Mana shu nerv sistemasidan vegetativ nerv sistemasi ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi simpatik nerv sistemasi, bu yurak qon tomirlar ishini oshiradi. Yurak urishi tezlashadi, qon tomirlar to'rayadi, qon bosimi ko'tariladi. Ikkinchi vegetativ nerv tizimi esa aksincha ta'sir ko'rsatadi. Qon tomirlarini kengaytiradi, yurakning ishini susaytiradi, yurak urishlar sonini kamaytiradi.
Normal holatda bu ikkita tizim o'zaro muvozanatda ishlaydi. Ya'ni bizda tashqi muhit o'zgarishlariga, ovqatlanish yoki balandliklarga chiqish, tushish ustida tashqi muhit ta'sirini o'zaro muvofiqlashtirib turadi va qon bosimini tebranishiga yo'l qo'ymaydi. Ba'zi sabablarga ko'ra, masalan, doimiy stresslar, charchoqlar, uyqusizlik, ruhiy zo'riqishlar fonida mana shu ikkala nerv sistemasining o'zaro muvofiq ishlashi buziladi va vegetativ tizimni parasimpatik qismini ustunligi oshadi va bu asta-sekin qon bosimini tushishiga sabab bo'ladi. Patologik arterial gipotenziyani ushbu shaklini diagnoz qo'yish uchun boshqa tizim yoki boshqa kasalliklar hisobiga kelib chiqadigan qon bosimi tushish holatlari inkor etilishi kerak. Ya'ni tekshirib ko'riladi, demak yurakda, qon tomirlar sistemasida va boshqa a'zolarda qon bosimi tushishiga sabab bo'ladigan sabablar aniqlanmaydi va mana shu holatda demak birlamchi arterial gipotenziya tashxisi qo'yiladi. Bunday birlamchi patologik arterial gipotenziyada bemorlar demak bosh og'rig'i, bosh aylanishi, quloqda shovqin, diqqatni jamlay olmaslik, xotira pasayishi, ishtiyoqning kamligi, tez charchash, ko'z oldi qorong'ilashishi, qo'l-oyoqlarda sovuqligi, ob-havo o'zgarishlariga sezuvchanlik bo'ladi. Bu belgilar ayniqsa bemorlar uzoq vaqt tik turganda, to'satdan o'rnidan turganda, jismoniy yoki ruhiy zo'riqish paytida ushbu shikoyatlar kuchayadi. Patologik arterial gipotenziyaning keyingi guruhi idiopatik ortostatik gipotenziya. Bunda idiopatik degan so'z demak kelib chiqishi noaniq, sababsiz degan ma'noda ishlatiladi. Bu diagnoz ham qon bosimini tushib ketishiga sabab bo'ladigan organizmdagi boshqa kasalliklar inkor etilgan holatda qo'yiladi. Demak, bu ham o'sha birlamchi arterial gipotenziyaga o'xshash, faqat undan farqli tomoni qon bosimini tushishi inson o'tirgan yoki yotgan holatdan vertikal holatga o'tganda, tik turganda, demak, birinchi 3 minut davomida qon bosimida tushish kuzatiladi. Bunda sistolik qon bosimi 20 va undan ko'pga, diastolik qon bosimi 10 mm/s va undan ko'proqqa pasayishi kuzatiladi. Buni kelib chiqish mexanizmi ma'lumki, agar o'tirgan yoki yotgan holatdan vertikal holatga, tik holatga o'tadigan bo'lsak, qon tomirlarida ichidagi qon gravitatsiya kuchi, ya'ni tortish kuchi nuqtai nazaridan tanani past qismlariga, oyoq qon tomirlariga yig'iladi. Mana shu vaqtda qon bosimini tebranishlarini kamaytiradigan, organizmda qon bosimini o'zgartirmaydigan sistemalar ishga tushadi. Va bunda o'sha simpatik faollik oshib, tomirlarni toraytirib, qon bosimini o'zgarmagan holatda saqlab turish kerak bo'ladi. Lekin mana shu holatda, mana shu tizimda ishi buzilgan bo'ladi. Vertikal holatga o'tganda tomirlarni o'z vaqtida toraytirib, qon bosimini o'zgarmas holatda saqlab qolish zaxirasi kamayadi va o'tib ketadigan qon bosimi tushish holatlari kuzatiladi. Qon bosimi tushganda birinchi navbatda bosh miyaga aloqador shikoyatlar paydo bo'ladi. Ushbu toifadagi bemorlar ham o'tirgan, yotgan holatdan tik turgan holatga o'tganda to'satdan demak boshda aylanishlar, bosh og'riqlar, ko'z oldi qorong'ilashishi, ba'zi holatlarda hushdan ketish, quloqda shovqin, ko'ngil aynishi holatlari kabi shikoyatlarga bildirishadi. Ushbu ortostatik gipotenziyani tashxislashda demak ortostatik testlar yoki til test deb ataladigan tekshiruv usuli mavjud. Mana shu tekshiruvlar yordamida birinchi 3 daqiqadan ko'proq qon bosimini 20 demak tepa qon bosimini 20 mm/s, past diastolik qon bosimini 10 mm dan yuqoriga tushishi kuzatiladi. Patologik arterial gipotenziyaning keyingi guruhi bu ikkilamchi arterial gipotenziya. Eng ko'p uchraydigan sabablardan biri. Bunda qon bosimini tushishi demak organizmdagi mavjud boshqa a'zo yoki tizimdagi kasalliklarni asorati sifatida qon bosimi tushishi kuzatiladi. Biz eng ko'p uchraydigan sabablarni hozir sanab o'tamiz. Demak, birinchisi yurak bilan bog'liq bo'lgan qon bosimi tushish holatlari. Demak, yurakning o'tkir va surunkali yetishmovchiligi, infarkt, miokard infarktida, yurakda aritmiyalar, yurak tez urib ketishi, taxikardiyalar, bradikardiyalarda qon bosimi tushib ketishi yoki yurakda mushaklarning kasalliklari, kardiomiyopatiyalarda yoki yurakning klapan kasalliklarida qon bosimi tushishi kuzatiladi. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan sabablar endokrin, ya'ni gormonlar bilan bog'liq bo'lgan sabablar. Bunda ba'zi gormonlar qon bosimini ushlab turishda muhim rol o'ynaydi. Agar ular yetishmasa,
demak bosim tushish holatlari kuzatiladi. Bularda eng ko'p uchraydigan buyrak usti bezining yetishmovchiligi, kortizol gormoni yetishmovchiligi, qalqonsimon bez faoliyatining pasayishi, gipotireoz deb ataladigan holatda, gipofiz bezining yetishmovchiligi yoki qondagi glyukoza miqdorini keskin tushib ketadigan o'sha og'ir gipoglikemiya holatlarida qon bosimi tushish holatlari kuzatiladi. Bundan tashqari nerv tizimini buzilishlari, ya'ni qon tomirlarida devorini ta'minlab turadigan nervlarda shikastlanish ham qon bosimini tushishiga sabab bo'ladi. Bularda eng ko'p uchraydi o'sha qandli diabetda, ya'ni saxarli diabetda nervlarni zararlanishi, Parkinson kasalligida, orqa miya jarohatlarida demak qon bosimi tushish holatlari uchraydi. Yana eng ko'p uchraydigan sabablar bu dori vositalari bilan bog'liq. Bu yerda demak ortiqcha o'sha qon bosimini tushiruvchi dorilarni noto'g'ri yoki ortiqcha qabul qilish. Bundan tashqari yurakda pulsiga ta'sir ko'rsatadigan o'sha blokator gruppasi dorilari, siydik haydaydigan dorilar yoki bo'lmasa o'sha nitratlarda izoket deymiz, nitroglitserin deymiz, bularni ortiqcha miqdorda qabul qilish yoki nevrologik kasalliklarda ko'p ishlatadigan o'sha depressiyaga qarshi dorilar yoki bo'lmasa tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan dorilar qon bosimini ko'p tushish holatlariga sabab bo'ladi. Bundan tashqari yana ko'p uchraydigan holatlar organizmda suvsizlanishi, ya'ni qayt qilishi, ich ketishi hisobiga yoki yuqori temperatura hisobiga yoki bo'lmasa qon yo'qotadigan holatlar, o'tkir surunkali qon yo'qotish holatlari, shamollash, temperatura bilan kechadigan holatlar, kamqonlik, ba'zi holatlarda ovqatdan keyin qon bosimini tushib ketishi, ovqat yetishmovchiligi, oqsil yetishmovchiligi hisobiga turli xil zaharlanishlar, og'ir virusli va bakteriyali infeksiyalar vaqtida ham qon bosimini tushib ketish holatlari kuzatiladi. Demak, bunda ikkilamchi arterial gipotenziyada asosiy muammo qon bosimini tushishi emas, balki asosiy muammo demak asl o'sha holatni keltirib chiqargan kasallik hisobiga bo'ladi. Bunda asosiy kasallikni davolash qon bosimini normallashuviga va qon bosimini ko'tarilishiga olib keladi. Endi biz yuqorida demak qon bosimini tushishiga olib keladigan sabablar, holatlari haqida aytib o'tdik. Bu holatlarni aniqlash uchun, bu tashxisni tasdiqlash uchun qaysi tekshiruv usullari amalga oshirilishi kerak? Eng oddiy tekshiruvlardan demak qon analizlaridan boshlaymiz. Umumiy qon analizi. Umumiy qon analizi, bundan tashqari bioximik qon analizlar, qondagi elektrolitlar miqdorini, qondagi glyukoza miqdorini, qondagi vitaminlarni kamqonlikni bartaraf istisno qilish maqsadida qondagi kreatinin miqdorlarini tekshirish. Bundan tashqari gormonlar, demak o'sha qalqonsimon bez gormonlari, somatotrop gormonlarini, buyrak usti bezi gormonlarini tekshirish muhim hisoblanadi. Instrumental tekshiruvlardan yurakni elektrokardiografiya tekshiruvi, yurakni ekokardiografiya tekshiruvi. Bundan tashqari demak qon bosimini qanchalik miqdorda tushishini tasdiqlash maqsadida o'sha SMAT tekshiruvi, sutkalik qon bosimini monitoringi yoki yuqorida aytib o'tgan ortostatik arterial gipotenziyani tasdiqlash maqsadida TIL test, ortostatik sinovlar kabi tekshiruvlar amalga oshiriladi. Demak, davolash qon bosimi tez-tez tushib tursa yoki past qon bosimi inson hayot sifatini og'irlashtirayotgan yoki shikoyatlar berayotgan bo'lsa, qanday qilib buni ko'tarish va normallashtirish mumkin? Qon bosimini ko'tarish faqatgina dorilar bilan hal bo'ladigan oddiy muammo emas. Bunda albatta non-medikamentoz davolash qismiga ham albatta muhim e'tibor berish kerak. O'sha birlamchi arterial gipotenziyaga ko'p holatlarda o'sha stresslar, doimiy charchoqlar sabab bo'ladi dedik. Mana shu nuqtai nazardan dam olish rejimini to'g'ri yo'lga qo'yish, ortiqcha jismoniy zo'riqishlardan saqlanish, ruhiy zo'riqishlardan, stresslardan o'zini himoya qilish ham albatta kerak bo'ladi. Bundan tashqari ovqatlanish ratsioniga ham amal qilish kerak. Juda past kaloriyali ovqatlanish dietasiga o'tish bularga tavsiya etilmaydi. Kunlik davomida yetarlicha miqdorda suyuqlik qabul qilish tavsiya etiladi. Endi masalan qon bosimi tushib ketganda qaysi demak tabiiy mahsulotlar bilan qon bosimini tezroq normallashtirish mumkin? Qon bosimi past bo'lganda ovqatlanish ratsioniga amal qilish muhim hisoblanadi. Favqulodda holatda, aytaylik, qon bosimi tushib ketganda qon bosimini
tez ko'tarish uchun nimalar qilish kerak yoki qaysi mahsulotlar qon bosimini ko'tarishiga yordam beradi? Bunday vaziyatda bir piyola shirin choy ichish yoki kofe ichish, sariyog' va pishloqli buterbrod iste'mol qilish, bir bo'lak shokolad yoki bir hovuch yong'oq iste'mol qilish qon bosimini ko'tarilishiga yordam beradi. Mana shu pishloqli mahsulotlar tarkibida tiramin moddasi bo'ladi. Buni iste'mol qilib yurish qon bosimini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Qon bosimini tez-tez tushib ketadigan insonlar yonida har doim shu shokolad yoki yong'oq olib yurish foydali hisoblanadi. Bunaqa vaziyat kuzatilib qolganda mana shu shokolad, yong'oqni iste'mol qilish qon bosimini ko'tarilishiga yordam beradi. Bundan tashqari, ovqatlanish ratsionda cheklash tavsiya etiladigan mahsulotlar ham mavjud. Bu mahsulotlarni ko'p iste'mol qilganda qon bosimini yanada pasaytirishi mumkin ekan. Bular loviya, kartoshka, banan, qora smaradina, bundan tashqari apelsin, ismaloq, brokkoli, bodom, kurkuma, sarimsoq kabi mahsulotlarda ko'p iste'mol qilish qon bosimini tushirishiga olib kelar ekan. Bundan tashqari qon bosimini ko'tarilishiga yordam beradigan dorivor o'simliklar ham mavjud. Masalan, jenshin, limonnik kabi o'simliklar yoki chakanda, aplipixa, bundan tashqari zanjabil qaynatmasi, namatak kabi mahsulotlar ham qon bosimini ko'tarishga, tomirlarga tonus beruvchi effekti mavjud ekan. Qaysi ichimliklarni iste'mol qilish tavsiya etiladi? Umumiy qoida sifatida shirin ichimliklar qon bosimini oshiradi. Kislotali ichimliklar esa qon bosimini pasaytiradi. Gipotenziyaga moyil bo'lgan shaxslar, demak, o'sha ichimliklarga oz miqdorda tuz qo'shib iste'mol qilish, qabul qilish qon bosimini ko'tarilishiga yordam beradi. Kuniga, demak, yetarlicha miqdorda suyuqlik qabul qilishlari kerak bo'ladi. Yashil choy, kakao kabi mahsulotlarni iste'mol qilishi mumkin va qon bosimini tushirmaydi, balki normallashtirishga yordam beradi. Dorilar bilan davolash faqat simptomlar saqlanib qolsa yoki ortostatik gipotenziya bo'lsa, yuqoridagi choralar yetarli bo'lmasa, dori vositalariga o'tiladi. Eng ko'p ishlatiladigan dorilardan fludrokortizon. Bu organizmda, demak, natriy va suvni ushlab qolib, qonda hajmini oshishiga sabab bo'ladi. Asosan ortostatik gipotenziyada qo'llaniladi. Past dozadan boshlanadi. Kuniga 0,1 mg berilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi tabletkamiz midodrin tabletkasi alfa-adrenomimetik hisoblanadi. Buni mexanizmi tomirni toraytirib, qon bosimini oshiradi. 2,5-10 mg dan kuniga 2-3 mahal berish tavsiya etiladi. Tik turganda simptomlar kuchli bo'lsa, bu dori, demak, samarali hisoblanadi. Ushbu dorilarni, demak, hamma ham qon bosimi past bo'lgan bemorlarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Qat'iy shifokor ko'rsatmasi va tavsiyasi bo'yicha amalga oshiriladi. Bugungi mavzumiz shu haqida edi. Yana qon bosimini tushishi haqida yana qanaqa savollar sizlarni qiziqtiradi, izohlarda yozing, albatta javob beramiz.